Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Bo'lmayapti deyishyapti. Assalomu alaykum barchaga. Nigora G'aybulayeva ham qo'shildilar bizga. Salom. Iltimos qilamayapti menimcha. Ovozlarim yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, iltimos plus belgilarini qo'ysanglar yoki yozib yuborsanglar, biz shunga qarab rajimizni efirga taklif qilamiz. Salom barchaga. Bugun ajoyib vrach, oftalmolog, xirurg va bundan tashqari Nigora to'g'rilarida ozgina o'zim ham gapirib o'taman. Judayam ajoyib fotograf bilan suhbat quramiz, chunki ular nafaqat ko'z shifokori, balkim go'zallikni kameralar orqali ko'ra oladigan ham inson. Meni ham juda ko'p fotosessiyalarimni olib berganlar va hobbilari ham desak bo'ladi. Hozir bu haqda ham o'zlaridan so'raymiz. Va hozirgi kunda ajoyib operatsiyalar qilishda qatnashayotgan insonlardan bittasi. Bu operatsiyalar to'g'risida ham nima haqda, kimlarga pokazaniyasi bor va kimlar uchun mumkin emas to'g'risida, hammasi to'g'risida gaplashamiz. Demak, efir qo'yib yubormanglar. Hozir men ko'raman. Mana Nigoraga Tak, hozir ulanishlarni kutamiz. Salom. Yaxshimisiz Dilobar? Ovozim eshitilyaptimi? Yaxshi, ovoz yaxshi eshitilyapti. O'ylaymanki, boshqalarga ham yaxshi eshitilyapti ovozingiz. Menga yaxshi. Ozgina cho'ta internet slab deb beryapti. Menikini o'zim ham uyda emas edim, balkim shungadir. Qanaqasiz? Ahvollaringiz yaxshimi? Rahmat kattakon. Biz uchun, mana podpischiklarim uchun vaqt ajratganingiz uchun sizdan juda ham minnatdorman. Keling, shu boshida o'zingiz haqingizda, o'zingiz faoliyatingiz haqida bir og'iz podpischiklarimizga bir tushuncha berib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli Dilobarni hurmat qiladigan insonlar, podpischiklari. Sizlar bilan ko'rishib turganimdan nihoyatda xursandman. Men Nigora G'aybulayeva, ko'z kasalliklari bilan shug'ullanaman. Undan tashqari qovoq plastikasi bilan ham shug'ullanaman. Hobbimni hozir Dilobar aytib o'tdilar, rasm, fotografiya. Shunaqa. Xudo o'zingiz maqtashni ham bilmaysiz, Nigora desam. Bundan tashqari ularni men yana bir og'iz aytib o'taman. Xuddi ular men kabi blog olib boradilar, juda ham ajoyib storieslar qo'yadilar. Albatta, agar hali podpiska qilmagan bo'lsanglar, Nigoraga podpiska qilishinglarni ham iltimos qilardim, chunki men ularni o'zim ham shaxsan kuzataman. Har doim yangi ma'lumotlar, yangi nafaqat ko'z to'g'risida, umuman lifestyle desa ham bo'ladi, juda ham hayotlari ajoyib pishiruvlar. Mana aynan Nigoradan men o'zim mana bu sir qilish nimangizni o'rganganman. Nima edi? Retseptini beruvdingiz-ku, smetanadan krem chiz qilishni o'rganganman. Da o'sha aytmoqchimanki, ajoyib retseptlar qo'yadilar. Har doim hayotlarni kuzatishingiz mumkin. Storiesda ajoyib storieslar qo'yadilar. Shuning uchun bu yerda juda ham kamtarlik qilib qoldilar desam ham bo'ladi. Keling, endi bugungi mavzuyimizga o'tamiz, ko'zlar haqida. Demak, bugungi mavzuyimiz nafaqat ko'z salomatligi, balkim ko'z chiroyi to'g'risida bo'ladi. Avvalam birinchi o'rinda ko'zlar salomatligi to'g'risida gaplashsak. Juda ham og'riqli nuqtalardan biri, men hozir shu savolni sizga beraman deb tayyorlab turgan edim. Hozirgi kunda nafaqat bolalarimiz, nafaqat biz, butun aholi, butun dunyo gadjetlardan juda ham ko'p miqdorda foydalanadi. Mana hozir ham biz siz bilan 1 soat gadjetga termilib turishimiz kerak. Bundan tashqari kun bo'yi qo'limizdan telefon tushmaydi, kompyuter, texnologiyalar, butun shahar agar olsak, juda ham ko'p yorug'likdan ko'zimiz charchab ketadi. Shu narsa bormi? Masalan, aynan hozirgi dunyodagi gadjetlar, ya'ni ko'k nuri yoki juda ham miqdor jihatidan ko'p yorug'liklarni ko'z
ko'pligi ko'zga qanday nojo'ya ta'sirlarni ko'rsatadi? Shular haqida ozgina ma'lumot berib o'tsangiz. Rahmat savol uchun. Haqiqatdan ham bu hozir nima deydi, eng katta muammolardan biri. Nimaga hammani ishi, ko'pchilikning ishi gadjetlar bilan bog'liq. Ayniqsa bolalarimiz hozir bizdan oldin gadjetlarni bilishadi, bizdan oldin youtuberlarni bilishadi, bizdan oldin kompyuterlarda zo'r bilishadi. Hayron qolsa arziydi. 3-4 yoshli bolalar ham bizdan dono. Kompyuterlardan ularni ajratish qiyin. Imkoni bor qadar bolalarni kechroq o'rgatishga harakat qilishimiz kerak. Gadjetlardan ajratishimiz kerak bolalarni. Nimagaki, umuman inson ko'zi xuddi hayvon ko'zidek uzoqni ko'proq ko'rishga mo'ljallangan, uzoqga ko'rishga yaratilgan. Bu but ko'zidek desa ham mubolag'a bo'lmaydi. O'shaning uchun harakat qilish kerak. Har 20 daqiqada gadjet bilan shug'ullanganda, gadjet misol uchun kompyuterda yoki telefonda qarab tikilib ishlashimiz kerak bo'lsa, har 20 daqiqada, 20 minutda, 20 sekundga отвлечься, chetga qarab, uzoqqa, misol uchun tomda tursangiz, baland binoda tursangiz, oynada bulutlargami, mashinalargami, uzoqdagi obyektlarga qarash kerak. O'shanda ko'zlarimiz dam oladi. Ko'zlarimizni yumib ochganimizdan ko'zlarimizga dam bo'ladi. Shu 20 sekund qachab перерыв qilib, keyin qayta yana o'zimizni gadjetda ishimiz bilan shug'ullanishimiz mumkin. Agar shu payt oralig'ida ko'zimizda quruqlik, qadalish sezsak, bu ham hayron bo'ladigan holat emas. Nimagaki, yaqinga tikilib turganda inson 4-5 marta qovog'ini yumib, ko'zini yumib ochar ekan. Tikilmaganida boshqa payt normada 20 martagacha yumib ochar ekan qovog'ini. Bu degani ko'zni namlanishi ham kamayadi. Endi agar imkon qadar shu возможность yaratsak, uzoqqa qarash, shu bilan ko'zlarimizni qurimasligini o'zimiz sezsak, уже, конечно, без капель обойтись это хорошо. Lekin agar baribir shu ko'z qadalib ketyapti, qurib ketyapti, kechga yaqin orib ketyapti degan gap bo'ladigan bo'lsa, unda kechki payt imkon qadar gadjetlardan o'zimizni uzoqqa olishimiz kerak. Misol uchun bolalarning darsi onlayn bo'ladigan bo'lsa, kunduz o'qib olgani yaxshi. Kechqurun uyqudan 1 soat oldin hamma gadjetlarni olib qo'yish kerak. Televizor, telefon hammasini. Nimagaki, bu prosta ko'z tikilib turishidan tashqari gadjetlarimizda o'zingiz aytib o'tgandek, ko'k spektr nuri bor. Ko'k spektr hamma quyosh nurida ham bor. Lekin u organizmni бодрствование uxlamasligiga, tetikligiga javob beradi. O'zingiz aytasiz, вот kechqurun uyqudan oldin o'shanga tikilsa, odamni bioritmi buzilishi oqibatida o'sha uyqusi kelmay qoladi. Gormonal fon ham o'zgaradi, plus inson бодрствование bo'lib qolib, o'sha uyqusi ham kelmay, bo'ldi endi soat 11, 12, 1gacha bolalarimiz ham hozir uyqusi kelmaydigan bo'lib qolgan. Конечно, tan olish kerak, hozir kitoblik qilib, zo'r tavsiya berib, hamma gunoh qilinglar deb o'zi ham shunaqa uyda ekan deb o'ylashinglar mumkin. Uyimda o'zim ham har doim o'xshamaydi bu narsa. Bolalarimni ajratish, shu bir amallab ajratishga harakat qilamiz. Shunaqa harakat qilish kerak bolalarni maksimum chalg'itishga, rohliroq. To'g'ri, o'zimizdan ham. Da, to'g'ri. Chunki mana men o'zim ham ko'p suhbat olib borganimda uyqusi buzilgan insonlarda so'rasam, nimaga uxlolmayman yaxshi, kechasi bilan yaxshi yotolmayman, yo bu yoqda nima qilasiz oxirgi moment desa, telefon o'ynayman, Instagramga kiraman va keyin uyqum o'chib ketadi deb aytishadi. Demak, buni nimasida yana bitta narsa ayta olaman, kortizol qonda ko'p miqdorda kortizol ishlab chiqarishni boshlaydi va kortizol shu aytganingizdek бодрствование, ya'ni uxlamaslikka yuzaga keltirish mumkin. Bu o'z navbatida uyquni o'chib o'zimizga kelayotgan melatonin gormoni pasayishiga va kortizol oshishiga sabab bo'ladi. Bu juda ham yomon. Siz aytganingizdek harakat qilishimiz kerak gadjetlardan o'sha soat 21:00 dan keyin ishlatmaslikka. Lekin bunga hamma ham amal qilishi kamdan kam bo'ladi. Bunga amal qilishimiz kerak. Hozir sekin-sekin savollar tushyapti. Keyin o'zim savollarimni beraman, chunki tepaga chiqib ketishi mumkin. Xo'jayinimning ko'zlari juda ko'p yoshlanadi. Bunga sabab nima qilsa bo'ladi deb. Mana shu haqida ham gapirib o'tsangiz, demak, besabab yoki sababli yoshlanuvchi ko'zlar to'g'risida. Ko'p yoshlanish sababini aniqlash kerak, birinchi tekshirish kerak, lekin ko'pincha
yosh yo'li torayishi oqibatida bo'lishi mumkin, ko'zda et o'sishi oqibatida bo'lishi mumkin. Bir xil odam ko'zim ko'p yoshlashyapti deydi, hattoki ko'z qurish plyonkasida o'zgarish bo'lsa ham ko'zi ko'proq yoshlanayotgandek tuyulishi ham mumkin. Hattoki ko'zda ощущение песка ham qo'shimcha bo'lishi mumkin. Buni baribir sababini aniqlash kerak, shlyofkada ko'rish kerak. Albatta tekshirish kerak imkoniyat qadar. Chunki yosh yo'li toraygan bo'lsa, misol uchun uni yuvib ko'rmasdan, qo'shimcha suhbat qilmasdan bilib bo'lmaydi. Ko'zlari yoshlanishi bilan birga yana bitta savolim, shu muxlislarimiz onlayn bo'lsalar, yoshlanishi bilan birga tufo yutganlarda yoki ko'zga dori tomizilganda tomodan achchig'i o'tadimi? Shuni ahamiyat berganmisizlar? Agar o'tsa, misol uchun tomodi achchiq sezilsa, uzr gapingiz bo'ldi. Demak, bu degani yosh yo'li torligida emas muammo. Demak, shu usullari bilan ham bilish mumkin-da, to'g'rimi? Demak, ko'z nuri pasayishi to'g'risida ham so'ralyapti. Mana shu ko'z nuri zreniyani, ya'ni operatsiya qildirgan yaxshimi yoki kerak emasmi deb so'rashyapti. Endi bu ham juda keng savol deb o'ylayman. Umuman olganda buniga ham javob bersa bo'lsa kerak. Shifokor sifatida aytadigan bo'lsam, bu plastik operatsiya turlariga kiradi. Xuddi mana qovoq plastikasi deydi. Bu ham misol uchun ko'z zreniyani korreksiya qilish turlari ochki, linza variant bo'ladigan bo'lsa, uchinchi variant bu operatsiya. Inson sifatida aytadigan bo'lsam, men atrofimda yaqin ikkita o'rtog'im operatsiya qildirishgan. O'shandan keyin xuddi dunyo ko'zimga boshqacha ko'ringandek bo'lib qolgan. Bu hech nima bilan sravniyat qilib bo'lmaydi deyishadi-da. Zreniyasi bilan muammosi bo'lgan odamlar dunyoni xiraroq ko'radi. Mana yana bitta misol sizga. Ana kuni shuni storiesimda ham aytdim. Bitta bemor keldilar-da, endi o'zbekchilik bilasiz, odam kasallik o'tib ketgandan keyin tug'ib 3-sinf, 4-sinf o'qigan bitta ko'z doktoriga borib qo'ya qoling dedi-yu, chaqib kelgan ayol. De achki tadbir qilayotganimizda bundan menga qarab, "Ham shunaqa ko'radimi odamlar yaxshi? Va oldin yuzingizni yaxshi ko'rib, hozir yuzingizni sepkillaringizni ham ko'ryapman" dedi. Sepkillarni ko'rdim, men sepkilman, dog'-dog'ing paydo bo'lgandir dedim-da. Shunaqalar ham bo'lib turadi. O'shaning uchun dunyoni yaxshi ko'rishga hech nima yetmas ekan. Agar mana shu lazerning operatsiyaga imkoniyatingiz bo'lsa, men tavsiya qilgan bo'lardim operatsiya qilish. Agar bunda ham agar minus balon bo'lmasa yoki minus balon bo'lsa ham rogovitsa, ya'ni shoh parda qalinligi yetarli darajada qalin bo'lsa, unda butunlay ochki taxminiyan qilib to'g'irlash mumkin bo'ladi. Tekshirish kerak. Buni ham tekshirish kerak ekan hozir. Demak, Sevara shunaqa mioma kasalligiga nima maslahat berasiz deb yozishibdi. Miopiya, uzr, miomamish, miopiya kasalligi. Miopiya bo'lsa, miopiyaning qanaqa darajaligini ham bilish kerak. Albatta ko'zingizni ichini yaxshilab tekshirish kerak. Xohlasangiz, misol uchun Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasi Buxoro Qamishda bizda lazerning bo'limimizda bor, juda yaxshilab tekshirishadi. Xohlasangiz davlat ishxonasi emas, частныйda qilaman desangiz, juda ko'p частныйda yaxshi tekshirishadi. Hech bo'lmasa 1 yilda bir marta ko'zingiz ichida to'rt pardani holatini tekshirish kerak. Nimagaki miopiyada, miopik ko'zlar normal hajm, normal razmer ko'zga nisbatan kattaroq bo'ladi. Kattaroq degani, demak, to'rt pardasi ham xuddi salofanga o'xshab tortilib qoladi degani. Endi tasavvur qiling, tortilib qolgandan keyin o'tda biron bir joyda klapanning razriv bo'lishi mumkin. O'shanaqa holatlar bor yo'qligini bilish kerak, tekshirib turish kerak doim. Конечно же, og'ir ishlar qilmasligingizni tavsiya qilaman. Demak, savollar juda ko'p kelyapti Nigora. Bitta savolga naqsi, kimdir operatsiya qilgan deydi, kimdir operatsiya qilmagan, 40 yoshdan keyin yaxshi bo'ladi zreniying deyishadi. Shunaqa fikr bormi? Albatta, yaxshi bo'lib ketadi deganimiz, misol uchun agar sizda -1 bo'lsa, 40 yoshdan keyin 50 yoshga ketganda har 10 yilda +1 ga o'zgaradi. Ya'ni ko'z razmeri kichrashga boshlaydi. Ozgina aytishadi, bu yaqinda yaxshi qoldim. O'qishga achki kerak bo'lib qolyapti. Bu degani o'sha, demak, normal ko'z bo'lgan ko'pchilikda 40 yoshdan 50 yoshga o'tganda
+1 kerak bo'ldi. Yoshlikda ozgina o'zgarish bo'lib, misol uchun -1, -0,5 bo'ladigan bo'lsa, 40 yoshdaman, misol uchun -0,5 bo'lsa, 45 yoshda уже yaxshidek bo'lib qoladi. Oldingiga nisbatan yosharib ketgandek zo'r ko'raman qayta. Ba'zi -1 bo'ladigan bo'lsa, 50 yoshga to'lganda taxminan ko'zim yanada yaxshilashib ketdi deyish mumkin. Bu bor narsa. Keyin yana ko'z ichida gavhar bo'ladi, gavharni kraskalari bo'ladi. O'shalar ham sal slavlashadida, ular ham qo'shimcha mana shu ko'zdagi refraksion o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Demak, yana qiziq savol, agar hozir ko'zlarimiz yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, demak 40 yoshdan keyin ochki taqishga sabab bo'lishi shunday ekan-da o'zgarishlarda. Masalan, 40-45 yoshdan keyin ochki taqishga majbur qolinadi, yaqin ko'rish buziladi, to'g'rimi? Bu norma. Normalniy holat hisoblanadi bu. Ko'pchilik qo'rqib ketadi, mana endi ochki taqaman, yaxshi ko'raman. Bu normalniy holat. Bu holat bo'lmasligi uchun, masalan, bu holat bo'lmasligi uchun nimalar qilsak bo'ladi? Masalan, 40 yoshdan, mana hozir mana 35 yoshdaman desam, masalan, juda ham ochkiga o'tirib qolmasligim uchun qanaqa ishlarni amalga oshirsam bo'ladi? Shaxsan o'zim uchun so'rayapman bu narsani, ko'zlar uchun. Umuman ochki taqmay deyishga endi из области научной фантастики. Нормально, это жизнь. Lekin o'sha takror kelishiniga sabab bo'lishimiz mumkin yoki tezlashtirishga o'zimiz sababchi bo'lishimiz mumkin. O'zingiz aytayotgandek, to'g'ri-to'g'ri juda aqlli ayolsiz. Buni ko'pincha o'qituvchilarda, ko'pincha doktorlarda, ko'pincha mana shu zrительный nagrузка bilan bog'liq kompyuter shiklarda tezlashadi shu holat. Ko'z tezroq tartibda. Xuddi shu ko'z mashqlari qilish kerak. Misol uchun ertalab kechqurun ko'z mashqlari keling onlayn tarzda bizga ko'z mashqlaringizdan ozginasini ko'rsatib bersangiz, hali vaqtimiz bor. Qanaqa ko'z mashqlarini qilishimiz mumkin? Nigora, keling birgalikda hozir amaliy mashg'ulotdan o'tib ketamiz. Nima ko'z mashqlarini qilsak, ko'zimizga foydali bo'ladi? Misol uchun, mana 3 ta barmog'imizni ko'zimizni yumib turib, ustiga qo'yamizda, asta-sekinlik bilan massaj harakatlari qilamiz. Yumshoq, ko'z qattiq bosadigan emas, aylanma harakatlar. Unda qon aylanishi yaxshilashadi. Ko'zlarimizga ozgina dam bergan bo'lamiz. Keyin ko'zimiz bilan maksimalni tepaga qaraymiz, faqat ko'zimizni qaratamiz, pastga maksimalni qaraymiz. 3-4 marta shu harakatni qaytaramiz. Tepaga va pastga qaraymiz. Demak, pastga. Shu Chapga harakatlar. va o'ngga qaraymiz. Chapga va o'ngga ham 3-4 marta qarashimiz kerak. Prosta turgan holatda, demak, to'g'riga qarab turgan holatda chapga va o'ngga bunday qilib. Buni ham 3-4 marta qaytaramiz. Ko'zimizni yumib turib, soat harakatlar, sifrlar bo'ylab 3 marta aylantiramiz va soatga qarshi harakatlar 3 marta qilamiz. Buni ham 3-4 marta qaytaramiz. Va mashqlarni iradishni 3-4 marta qaytaramiz, ertalab va kechqurun. O'z ko'z mashqlari juda ham ko'p. Bu eng osonlari. Shuni ertalab va kechqurun qaytarsangiz, xuddi mana misol uchun qarimaslik uchun biz sport zalga boramiz, bilasiz-ku. Ertalab kechqurun endi bir haftada 3 marta iloji boricha oyoq qo'limiz ham mushaklari ham harakatda bo'lgan singari ko'z mushaklarini ham regular harakat qildirib tursak, o'shanda yaxshi effekt bo'ladi. Juda ham yaxshi. Mani fikrimcha, bu siz aytayotgan mashqlarga menimcha 5 daqiqa ham vaqt ketmaydi. Agar bunday olib qarasa, demak, aynan faqatgina ko'zlarimiz uchun har kuni ertalab 5 daqiqa, kechki payt 5 daqiqa vaqt ajratishi o'zi qanchalik ko'zimizga yordam, dam olish beradi hisoblayman. Demak, juda ham yaxshi narsalarni aytdingiz. Harakat qilamiz. Shu o'rinda yana bitta savol. Chunki rulda, mana siz ham ruldasiz, men ham ruldaman. Assalomu alaykum. Ko'zlarim atrofi og'riydi. Mashinaga minganimda, bu ham kasallikmi deb so'rabdilar. Menda masalan bu narsa bo'lmaydi. Lekin sizga shunaqa shikoyatlar bilan murojaat qilishadimi? Mashinaga minganimda ko'zimda og'riqlar bo'ladi deb. Bo'ladi. Ko'pincha
endi buni differensiировать qilish kerak, ko'rib tekshirish kerak. Lekin как могу предположить, taxmin aytishim mumkin. Bu ko'zingizda spazmokomodatiya bo'lishi mumkin. Agar kechki paytga yaqin ko'proq mashinada kelayotganingizda og'riq bo'ladigan bo'lsa, ko'z mushaklar charchog'idan bo'lishi mumkin. Yoki refraksion o'zgarish deyiladi, shu miyopiya yoki astigmatizm bor bo'lsa ham shunaqa ko'zda og'ruvlar, qadalishlar bo'lishi mumkin. Uni farqiga borib nimadan bo'layotganligini albatta harakat qilish kerak, to'g'rilashga. Endi eng misol uchun doktorga hozir borishga imkoniyatingiz bo'lmasa, birlamchi hozir ko'z mashqlarini ketdik-ku. Hech bo'lmasa shulardan boshlab ketish kerak. И вот золотой стандарт deymiz, endi zolotoy demaydi-ku. Amerika oftalmologlar assotsiatsiyasi 3/20 deb qoida deyishgan, eslab qolishga oson. O'sha boshida aytganimiz, har 20 daqiqadan keyin uzoqqa qarash 20 soniya davomida 20 futga deyiladi, 6 metrdan uzoqqa qarash deyilgan. Shuni esdan chiqarish kerak emas. Bu agar endi tavsiya sifatida aytamiz, o'zimiz ham ba'zida amal qilmaymiz bu ishga. O'zingiz bilasiz, bitta odat formirovать qilishga 21 kun kerak. U 21 kungacha boshqa ishlarimizda bo'ladi, ko'z orqada qolib ketadi. Shunaqa bo'lmaslik uchun telefonimizga har xil приложениялар bor. Misol uchun Play Marketga kiradigan bo'lsangiz, telefoningiz Android bo'lsa, Play Marketda anaqasi bo'ladi. Ay so'zini kirgizsangiz, ko'z so'zini ingliz tilida kirgizsangiz, ko'z nurini saqlovchi programmalar bo'ladi. O'sha har 20 minutda o'zi sizga eslatib turadi. Har 20 daqiqada yoki xiralashadi ekrani. Telefoningizni u sizga zreniyangizga yordam beradigan mana shunaqa приложениялар ham bor. O'shalarni o'rnatib olsangiz yaxshi bo'ladi. iPhone bo'lsa App Store-da o'sha orqali, Android bo'lsa unda Play Market. Kompyuterda ham hatto shunaqa programmalar bor. Qoyil. Bu juda ham yaxshi, chunki mana masalan tavsiya uchun biz ham suv ichishga ham xuddi shunaqa tavsiyalar beramiz. Suv ichish o'rganish uchun shu suv ichish praktikasini sformировать qilish uchun telefonga har soatda suvni ichishni eslatib turadigan programmalar borligini ko'p eslatamiz. Kстати, rosa yordam beradi. Demak, bu narsani qilish kerak. Men o'zim shaxsan aytaman, bu telefonimdan, men bu iPhonedan oldingi Samsung S9da so'ragan. Yo so'ramagan, qanaqadir nimasi bor edi, soat 21:00 dan keyin shunda ekran boshqa rangga kirardi. Qanaqa hozir eslolmayman. Aytganingizdek ko'p kamaytiradi. Da. O'zidan o'zi xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'sha rangga kirardi. Har kuni soat 21:00 dan keyin. Hozir cho'ta iPhone'da u narsa yo'q. Demak, ko'ryapsizlar, hamma narsaning imkoniyati bor, faqatgina xohlasak bo'ldi ekan. Men sizdan bildim. Demak, shunaqa programmalar borligini juda ham yaxshi eslatib tursa yoki svet pasaysa, juda ko'p telefonda shug'ullanuvchilar uchun menimcha qulay narsa bo'lsa kerak. Надо попробовать. Ko'raman, App Store'ga kirib ko'raman, как раз bugunning o'zida. Rahmat kattakon Nigora, demak davom etamiz. Suhbatimiz juda ham qiziq bo'lyapti. O'ylaymanki, bular boshqalarga ham yoqyapti bu suhbat. Qarang, savol. Assalomu alaykum. Ko'z oq pardasiga nimaga jigarrang dog' tushadi yoki kulrang? Bu sizga tegishli. Ko'pincha ko'z oq sklerada, ko'z oq qismida bunaqa dog'lar tushishiga jigar sabab bo'ladi. Jigarni tekshirish kerak. Jigardagi o'zgarishlar, jigarni tekshirish kerak. Agar qon tomirlar o'zi kengaygan bo'lsa, misol uchun oq qismida o'sha qon tomirlar qizil bo'lib tursa, buni aytamizki, xuddi oyoqda varikoz bo'lgandek, ko'zda ham shu qon tomirlarda o'zgarish borligini belgisi deymiz. Lekin agar unaqa dog' o'xshagan o'zgarishlar bo'lsa, bu baribir jigar funksiyasini tekshirish kerak. O't pufagini albatta funksiyasi buzilgandan bo'lishi mumkin. Qarang, jigar, bizada jigar filtr vazifasini o'tagan uchun o'zi hamma narsaga, hatto hozir men ham hammaga уже gormonal sistemani to'g'irlash uchun birinchi jigar faoliyatini yaxshilashimiz kerak deb juda ko'p bong uryapman. Demak, hattoki ko'z uchun ham buni ta'siri borligini men sizdan bilib oldim. Demak, zreniya ham 0.75 bergan, qorong'ida yaxshi ko'rmayman. Bu ham zreniyadanmi deb yozibdilar, qorong'ida yaxshi ko'rmaslik. Yoshingiz nechidaligini iloji bo'lsa yozib olsangiz, qorong'ida yaxshi ko'rmaslik, конечно, zreniyadan 0.75 dan emas. Bu ko'proq to'rt pardani holatini ham tekshirtirish kerak.
va xrustalik gavhari holatini ham tekshirish kerak. Shu o'rinda qarang, nima deydi? Assalomu alaykum. Qizim 5 yosh, kichkinaligidan ko'p televizor ko'p ko'radi. Televizor bolalar uchun zararlimi? Mana juda ham zararli. Zararli, keragidan ortiq ishlatsa zararli. Bizda ham bola televizor ko'p ko'radi. Zarar deb zo'r o'chiramiz. To'g'ri. Televizor hozirgi kunda menimcha faqat ko'zlarga emas, miyaga ham zararli taraflari bor. Televizorni ham, menimcha telefonlarni ham hozirgi bolalar baribir oldingidagi, endi hammasini aytmayman, ko'p kitob ham o'qilmaydi menimcha. Biz ham paytida ko'proq kitob ham o'qilardi. Tak. Savollar juda ham ko'p. Yoshim 26da, oq rangli joylarga qarasam, o'ng ko'zimda 2-3 ta qora tochkalar chiqadi. Bu nimadan? Shunaqa holat bormi? Demak, yoshim 26da, oq rangli joylarga qarasam, o'ng ko'zimda 2-3 ta qora tochka chiqadi. Bu xavfli emasmi? O'ng ko'zda 2 ta qora tochka chiqqani, ko'z ichida siklovidное тело, shishasimon tana bo'ladi-da, esladim. Shishasimon tanada destruktiv o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Qanaqa holatlarda bo'ladi? Общий endokrin holatlarda, kimdadir sahrli diabet, endi 26 bo'lsa sahrli diabet, endi aniq taxmin qilmayman. Biron bir yoki yoshlikda olingan travma oqibatida bo'lgan bo'lishi mumkin. Nimadir oqibatida destruktiv o'zgarish bo'lishi mumkin. Uni o'zida tekshirib aniq etish mumkin. Mana shu menda destruktiv o'zgarish deb, yoki bo'lmasa boshqa ko'ruv optik muhitlarda bo'lishi mumkin o'zgarish. Uni ham tekshirish kerak. Ko'z shunaqa organki, mana butun organizm bu bir mamlakat deb tasavvur qilsak, ko'zimiz avtonom respublika. Uzviy bog'liq. Butun respublikadagi holat qanaqaligiga avtonom respublikadagi holat va uni qanaqaligini faqat borib tekshiruvchi borib ichidan yaxshilab ko'rib, aniq shu shunaqa deb bir nima deydi, anaqa verdikt chiqarishi mumkin. Taxminiy etishim shu, ko'zingizda qanaqa bir o'zgarish haqiqatdan ham bor. Bu optik muhitlarning birontasida bo'lgan yo destruktiv o'zgarish yoki nasliy qanaqadir o'zgarishdan bo'lishi mumkin yoki travma. Nigora, shu o'rinda bitta savolda, masalan, shaxsan o'zim ko'zimdan hozircha hali shikoyatim yo'q. Umuman olganda-da, zreniya yaxshi, masalan, hech qanaqa o'zgarish yo'q, qizarishlar ham bo'lmaydi. Lekin meni fikrimcha baribir ham profilaktik ko'rik qilish kerak deb o'ylayman. Bu qanaqa darajada bo'lishi kerak? Masalan, yilda bir martami yoki mana to'g'risini aytsam, biz institut paytida o'qiyotganimizda o'sha oftalmologga kirganimiz, как dispenserizatsiya. O'shandan beri mana endi yo sizni oldingizga yoki shogirdlar oldiga обязательно borishim kerak. Masalan, nechta tekshiruvdan o'tiladi, qanaqa apparatlardan, chunki men bilaman, sizlarda ketma-ketlikda juda ham ko'p apparatlardan o'tish kerak, adashmasam, juda ham apparatlar bilan juda ham yaxshi ishlaysizlar. Shu to'g'risida ham ma'lumot bersiz. Masalan, oftalmologga agar shikoyatlari bo'lmaganda, qachon, nima sababdan, yiliga necha marta murojaat qilishimiz kerak? Rahmat. Bu juda ham muhim savol. Nimagaki ko'pchilik shunga uncha ahamiyat bermaydi. Oftalmologga yilida bir marta borish kerak. Va eng kerakli tekshiruvlar, agar jalibi umuman bo'lmasa shikoyatingiz, eng kerakli tekshiruv ko'rish o'tkirligi tekshiriladi, ko'zni bosimi tekshiriladi, ko'zni holati mikroskopda ko'riladi. Ko'z bosimi nimaga tekshiriladi? Ko'pchilik, misol uchun, nasliy ko'z davleniyasi bilan bog'liq, ko'z bosimi oshishi bilan bog'liq kasalliklar bo'lsa, u avloddan avlodga o'tib keladida, odam o'zi bilmagan holatda zreniya pasaymaydi, lekin ko'z davleniyasi oshib ko'ruv nerviga shikast yetkazib qo'yishi mumkin. O'shaning uchun обязательно, albatta, bir yilda bir marta baribir tekshiruvdan o'tib turish kerak. Bu nasliy bo'lmasdan, misol uchun, общий organizmda qanaqadir o'zgarishlar oqibatida ikkilamchi holat shunaqa yuzaga kelishi ham mumkin. O'shaning uchun tekshirib turish kerak albatta. Demak, glaukoma kasalligi bilinmas holatda kechishi mumkin, demak, glaukomaga podozrение bo'ladi.
to'g'ri? O'shaning uchun mana bir xil odam keladida, hattoki ko'zi xiralashib qolganda, katta yoshli mana oilalarimiz kelishadi, ko'zim xiralashdi, kataraktami, glaukomami, operatsiyadan keyin yaxshi bo'larmikan? Mana bironta qo'shnim misol uchun ko'zi ko'r bo'lib qoldi operatsiyadan keyin degan holatlar bo'ladi. Uni bilish kerak, nimadan bunaqa bo'lyapti. Misol uchun katarakta bu faqat katarakta bo'ladigan bo'lsa 15 minut ichida yaxshi jarroh uni o'sha darddan forig' qilishi mumkin. 15 minutdan keyin ko'zi yaxshi ko'rib ketadi. Lekin u ko'zi bosimi bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, u bitta operatsiya bilan yo'l ochib qo'yib ko'zni bosimini yaxshilashga xirurg harakat qilgani bilan baribir bosim normallashmasdan yomonlashib ko'zni ko'ruv nervini ezib, oxir oqibat ko'rlikka olib kelib berishi mumkin. O'shaning uchun ko'pchilik o'ylaydiki, ko'z doktori shunaqa bo'lib qoldi. Shuning uchun ko'z tekshirib turish kerak. Rahmat kattakon. Coviddan keyin kuzda vaqti bilan ko'zlarimda og'riq bo'lyapti. Bu xavfli emasmi? Shunaqa holatlar bo'lyaptimi? Og'riq ertalab bo'lyaptimi yoki ko'proq kechqurunmi? Shunga ham keyinchalik bo'ladigan javob bog'liq. Chunki og'riq ertalab bo'layotgan bo'lsa, bu ko'z bosimi bilan ko'proq bog'liq bo'ladi. Обязательно сразу ko'z doktoriga borib tekshirtiring. Og'riq ko'proq kech payt bo'ladigan bo'lsa, ko'ruv organida refraksion o'zgarish bo'lishi mumkin. Ya'ni o'sha astigmatizm, miopiya, kimdadir skrytый bo'lib turgan, ko'zi yaxshi kompensirованный bo'lib turgan bo'lsa, уже kasallik oqibatida, hozir Covid oqibatida juda har xil turli tuman ko'z kasalliklari yuzaga kelyapti. O'shanaqaligini bilib, o'shanga qarab ish tutish kerak. Assalomu alaykum. Xo'jayinimni ko'zlari 2 kundan buyon bijir-bijir bo'lyapti. Shunaqa tushuntiryaptilar. Nega shunaqa bo'larkan? Kecha chap ko'z edi, bugun o'ng ko'z. Ko'zda ham davleniya bo'lishi mumkinmi deb savol beribdilar. Umuman mana shu holat bijirlik bilan nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin? Yaxshi ko'rmaslik, bijirlashga o'xshagan holatda albatta bo'lishi mumkin. Shamollashda bo'lishi ham mumkin. Uni ko'rib aytish mumkin, nimadir deb bo'lyapti deb. Kimdadir mana yengil shamollash belgilari ham shunaqa boshlanishi mumkin. Rahmat. Assalomu alaykum. Qandli diabet kasalligi bor insonga aminamin parashok dori ichsa bo'ladimi? Men bunaqa dorini bilmayman. Sizlarga tegishli dorimasa bu aminamin? Yo'q, demak bu Men tavsiya qilmayman. Onlayn tavsiya qila olmayman dorini holat ko'rmasdan. Xo'p, salom. Kosmetika sursam yuzimga sursam ko'zimga xuddi piyoz archgandek qizarib yoshlanadi. Bu nimadan bo'lishi mumkin? Mana shu holatlar ayollarimizda ko'p uchraydi. Ko'zda sezuvchanlik bir xil odamda kuchliroq bo'ladi. Kimdadir misol uchun allergik moyillik terida bo'lsa, kimdadir ko'zida slizisida, ya'ni konjunktivada bo'ladi. O'shaning uchun o'zingizga mos kosmetikani tanlamagunizcha gipoallergenniy kosmetikalarni imkoniyat qadar ishlatib ko'rishingiz kerak va o'shanaqadan foydalanishingiz kerak. Это нормально. Bu bo'lib turadi shunaqa holat. Ko'z sezuvchanligi yuqoriroq bo'lishi. Bu bo'lishi mumkin ayrim insonlarda. Bo'lishi mumkin. Ko'p bo'ladi bunaqa bemorlar ko'p keladi. Demak, Nigora keyingi savol. Assalomu alaykum. Onamni ko'zlari 3-4 oydan beri ko'p qattiq og'rib, ochilmay qoladigan bo'lib qoldi. Shamollagan kapla qildik, shamollagandagi kapla qildik. Tuz bor ekan dedi boshqa doktor. Yana dori qildik. Lekin hali ham ko'zlari ochilmay, qattiq og'riq bor. Savol, tuz yig'ilganda shunaqa bo'larmikin? Uni qanday davolash kerak? Tuz yig'ilganligi oqibatida rogovitsada shoh pardani qirishi bo'lib qoladi. Faqat shu holatlarda, misol uchun ko'zda ustida slizislik yoki qirilish oqibatida ko'zda qadalish, og'riq bo'lishi mumkin. Menimcha ko'z doktori ham shu narsani, o'sha mahalliy shifokoringiz ham shunaqa degan bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Lekin boshqa sabablar bo'lishi mumkin. U darajada kuchli siqib, og'rib, ocholmaydigan ham bo'ladi. Davosi shuki, agar aynan shu sabab orqali yoqimli o'sha odam qiynalib bo'lsa, u tuz
qilayotganingiz asta sekinlik bilan olib tashaladi. O'chirib olib tashaladi. Faqat shu yo'l. No, albatta buni negiziga yetish kerak. Nimaga tuz yig'ilyapti aynan? Yana obmenniy protsesslarni tekshirish kerak. Butun organizm holatini danishi yana shunaqa bo'lmasligi uchun davolanish kerak. Yana jigarga o'tamiz, yana endokrinologiyaga o'tamiz. Demak, yana umumiy organizmni to'g'irlashga o'tiladi. Talabaman, ko'p telefon, kompyuterdan foydalanaman, kitob ham ko'p o'qiyman. Endi ko'zlarim aylanasi og'riydigan bo'lib qolgan. Menimcha bu savol уже javobi bor. Demak, o'sha mashqlar, telefon har 20 minutda даже men ham bilib oldim desam, 20 minutda ko'zlarimizni dam oldirishimiz kerak. To'g'rimi? Menimcha shu bo'lsa kerak javob. O'zi 5 minutga ham ko'z o'qiysiz ham. To'g'ri, har bir primoy efirda men o'zimga juda katta xulosalar olaman. Mana mutaxassis o'zim ham keyinchalik maslahat berishga osonroq bo'ladi. 1 yoshli qizimda bitta ko'zidan sovuq havoga chiqqanimizda yosh oqadi. Nimaga? Biror kasallikmi? Demak, 1 yoshli bola faqatgina bir ko'zdan nima deydi? Ko'z yosh oqishi sababi bormi? Yosh yo'li oxirigacha ochilmagan bo'lishi mumkin. Tug'ilgan chaqaloqlarda o'sha yosh yo'li kimdadir sразу ochilmay qoladi. Buni albatta ko'z shifokoriga olib borib, bolalar ko'z shifokoriga yosh yo'lini ochuvligini tekshirishingiz kerak. Agar ochuv bo'lmasa, u jarrohlik yo'li bilan ochiladi. Tavsiyam albatta sразу aytishim mumkin. Sanpida Botir To'lqinov bilan professor shug'ullanadilar. Judayam tavsiya qilaman. Qayerda ishlaydi u inson? Sanpida ishlaydi. Demak, yosh bola. Da, yosh bolalar bilan. Aha. Judayam yaxshi. Shu o'rinda как раз yana bitta savol bolalarga tegishli. Tug'ma ko'z mushaklari paralich bo'lsa, bolada vaqti kelsa tuzalishi mumkinmi? Bolani ko'zini qorachig'i ikki yon tarafga yurmaydi. Tekshirganmiz, o'z-o'zidan tuzalishi mumkinmi deb savol beribdilar. Endi men yaxshi tushunmadim. Ko'z mushaklari paralitchi bo'ladigan bo'lsa, bu sabr yig'ib olishingiz kerakmi? Albatta, birinchi sabrli bo'ling. Bu birpasda bo'ladigan holat emas. Tuzalishi endi avvalambor Alloh. Hech kim misol uchun voy bunaqa bo'lmaydi, bunaqa bo'ladi deb bizga garantiya bera olmaymiz ko'z doktorlar. Va yaxshi nevropatologga uchrashingizni tavsiya qilaman. Nimagaki, mushaklarni paralitchi bilan nevropatologlar shug'ullanadi. O'sha fizioterapiya qilinadimi yoki qanaqadir dori-darmon bilanmi, lekin asta sekinlik bilan bu muammo bilan shug'ullanishadi har holda. Judayam yaxshi. Shodil bizga yozibdilar. Shodil, kuting, siz bilan diabetikskiy oftalmopatiya bo'yicha ham qilamiz efir, xudo xohlasa yaqin kunlarda. Juda ham interesni. Xo'p, Nigora, davom etamiz. Assalomu alaykum, avvalo katta rahmat. Meni yoshim 35 da. Ko'zim havo bulut bo'lsa ham, havo ochiq bo'lsa ham yengil ocha olmay qolaman. Juda yopilib ketib yoshlanadi. Sabablari nima bo'lishi mumkin? Yopilib ketib yoshlanishining sababi o'sha yosh yo'lingiz biroz toraygan bo'lishi mumkin. Ko'z mashqlari, qovoqlaringizni massaj qilib turishingiz, unga qo'shimcha tetratsiklin yoki eritromitrin mayzini boshlanishiga birinchi ishlatib, yosh yo'llari proyeksiyasi ustida yurg'izishingizni tavsiya qilaman. Yosh yo'llaringizda torayish yoki biron bir infeksiya rivojlanmoqchi bo'lsa, o'shani oldi olinadi. Agar bir hafta, 2 hafta davomida o'zgarish ko'rmasangiz, unda ko'z shifokoriga murojaat etib, yosh yo'lingizni yuvdirib ko'rish kerak bo'ladi. Voy Nigora, ajoyib savol. Bu ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, menga qiziq. Ko'z vaqti bilan nimaga uchadi? Вот juda interesno. Har xil irimlar qilishadi, bir nimaga, bir nima. O'zi, как врач sifatida sababi nima shu holatda? Ну, это как неврологический тик deydi. Otam o'ta charchab ketganda uchadi. Nerv bilan bog'liq.
qanaqa masalan misol uchun redka manda ham bo'ladi, uni juda ham redka, lekin yaqin insonlarimda borda shunaqa. Manda masalan bunda nimadir tavsiya bormi, qanaqadir mayli успокоительный dorimi yoki qanaqadir mashqlarmi? Xuddi shu ishni qilishadi. Yo'q, unaqa oftalmolog sifatida ko'z uchganiga nevropatologga yuboramiz, lekin unaqa juda ko'p holat praktikada uchramagan. Ajoyib narsa-da. Xuddi siz aytganingiz bundoq qilib uchyapti, bir nima bo'lyapti deyishadi. Ajoyib. Demak, otasi glaukoma bo'lsa bolaga o'tadimi? Juda verayatность baland. Albatta doim nazoratda turish kerak. Otada glaukoma bo'lsa, yiliga 35 yoshdan keyin yiliga 2 marta tekshiruvdan o'tib turish kerak. Oldini olish, mana bizda ochiqni aytaman, bitta yaqin insonimda glaukoma yo'qmikin, menda onamda bo'lgan deb kelganlarida tekshiruvdan o'tganda hayron qolishgan, glaukoma chiqqan. Bo'lmasa hech qanaqa bezovtalik bo'lmagan edi va boshlang'ich etapida shuni operatsiya, lazer jarrohligi yo'li bilan operatsiya qilindi. Hozir doimiy nazoratda yuradi. Ularni bunga qo'shimcha yana akalarida ham glaukoma, ular ham doim nazoratda. Lekin bu degani hammaga degani emas. Demak, suv ichish programmasi va ko'z programmasi to'g'risida so'rashibdi. Efirdan so'ng mana siz menga ko'z programmasini berasiz, men suv ichish programmasini beraman. Storieslarga joylashtirib qo'yamiz. Qanaqa programmaligini sizdan iltimos qilaman. 2-3 inson so'rabdi. Joylashtirib qo'yamiz. Demak, davom etamiz. Uje vaqtimiz uchib o'tyapti. Yana 15 minut vaqtimiz qoldi, daqiqa. Как раз bu savol menga juda ham qiziq. Zreniya oshib ketmasligi uchun deyishibdi. Menimcha tushib ketmasligi uchun bo'lsa kerak, qanaqa vitaminlarni tavsiya qilasiz? Umuman mana bu tema bizning preventiv meditsina temasi, ko'z uchun foydali vitaminlar, antioksidantlar to'g'risida ozgina tushuncha berib o'tsangiz, ham profilaktika uchun, ham davolash maqsadida qanaqa vitaminlar, nimalar yeyish yoki ichish tavsiya qilasiz ko'z uchun, ko'z salomatligini saqlash uchun? Hozir bitta ko'pchilik uchun hayron qolarli yengil aytsam kerak. Со стороны доказательной медицины ko'zi mana berilayotgan vitaminlarning hech qaysisi dokazat qilinmagan foydasi. Lekin shuni aytib o'tish joizki, ko'z vitaminlaridan lutein va zeaksantin degan moddalar ko'z to'rt pardasi uchun foydali deb hisoblanadi. Oxirgi yillar ichida Nigora, lutein, yana nima dedingiz? Zeaksantin. Zeaksantin. Endi ular mana bu chernikaga o'xshagan kapsulalarning sostavida bo'ladi. Nimalardir boshladim. Chernika forte, optik total deylik, shunaqa vitaminlarning sostav tarkibida bo'ladi. Tabiiy mahsulotlar hamma yeyotganimizda, ayniqsa ser quyosh o'lkamizda yetishtirilgan hamma meva va sabzavotlarning tarkibi ko'z uchun foydali bo'lgan minerallar va vitaminlarga boy. Va umuman menimcha shu fikrga qo'shilasiz. Har bitta inson o'zi qaysi mintaqada va qaysi davlatda yashasa, o'sha davlatdagi meva va sabzavotlar u uchun foydali vitamin minerallarga boyroq bo'ladi. Bundan tashqari, oxirgi yillarda astaxantin degan antioksidant, siz menimcha buni ham juda yaxshi bilsangiz kerak, aniqlangan, ko'zga ham u juda ham foydali. Lutein zeaksantindan 10 barobar kuchli ekan. Ko'z uchun foydasi. Endi u ham teriga, ham jigarga, hamma organlarga juda ham foydali. Hayron bo'larli holat men uchun bo'ldi. Oriflame firmasi, esizdami, bir ular uchun ham efir qilib bo'ldi. Bu astoydil, reklama uchun emas, boshqa uchun emas, hali O'zbekistonga kelmagan ekan ham. U vitamin astaxantin tarkibli vitamini bor ekan Oriflame'da. Shunga qiziqib ko'rib qolganimda ham so'raganman, mana o'zingiz guvohsiz.
qachon keladi O'zbekistonga deb. O'zim shunday qizil. Nimagaki, u astaksantin faqat qizil baluli suvdagi o'sha nima deyilardi, suvda o'simliklar bor. Baluli yeydigan o'simliklar. O'shalarni tarkibida moreproduktlarda bo'larkanda, u moreprodukti bizga uchun qimmat. Misol uchun men doktorlik oyligim bilan borib antikka har kun balli yemayman. Qo'pol ketganda-da. To'g'ri. O'sha vitaminni misol uchun olib ketib ko'rish mumkin. Kursum пропить можно для себя тоже. Вот o'sha astaksantinli. И, конечно, aytib bor. Demak, qaytarib o'tamiz. Ko'z uchun bu lyutein foydali. Yana nima dedingiz? Zeaksantin va eng foydali deb hozir yangi aniqlangani astaksantin. Bu astaksantin teri yosharishiga ham foyda, jigarga ham foyda. Demak, yaxshi. Demak, yana shu o'rinda ko'p vrachlar, oftalmologlar ko'zga kapli sifatida vitaminni komplekslarni tomizishni tavsiya qilishadi. Bunga qanaqa qaraymiz? Juda ko'pchilik. Da, men ham tavsiya qilaman, lekin men bu bilan o'z bemorlarimga ham aytaman, bu hozir garantiya, ko'zingiz ko'rbanti орлиный взгляд ko'p ketadi degani emas. Это как baribir дополнение к общему лечению beriladi. Shu gap, вот прям вот сейчас прокапал, и у тебя будет зрение, что супер-пупер degan gap. Tushunarli. Nigora, lazer operatsiyani qachondan, necha yoshdan boshlab qilishimiz mumkin deb so'rashyapti. Lazer, ya'ni zreniyani to'g'irlash bo'yicha operatsiya bo'yicha menimcha. Lazer operatsiya zreniya bo'yicha oldin 25 yoshdan deyilardi. Bu formasi уже o'smaydigan, ko'pchilik mana tug'ib bo'lgandan keyin bo'ladigan paytda. Hozir 17-18 yoshda ham lazer jarrohligi, даже yosh o'smir bolalarga ham lazer jarrohligi operatsiyasi qilinyapti, kimga juda ham kerak bo'lsa. O'shaning uchun siz borib albatta o'sha lazer xirurgdan maslahatdan o'tishingizni tavsiya qilaman. Ko'zingiz holati, rogovitsani qalinligiga qarab tavsiya aniqroq beriladi. Hattoki bir xil odam mana yaqinni o'qishga ham ko'zoynak xohlamayapman, shuni ham lazerni menga qilib beringlar deganlar bo'ladi, ularga ham lazer jarrohligi qilinadi. Katta yoshda ham. Rahmat. Nigora, mana sizni kuzatayotgan inson sifatida aytaman, siz hozir o'zingiz malakangizni oshirib, ko'z qovoq xirurgiyasi bo'yicha ishlar olib boryapsiz. Yaqinda menga hattoki direktda shunaqa ham qaysi rasmimni ko'rib, qovog'ingizni oldirganmisiz, necha pulga oldirgansiz, qayerda qilgansiz deb savol berishdi. Prosta bu meni ko'zimni shunaqa tuzilish shakl, halicha qovoq oldirishga bormadim. Shu qovog'im o'zi kengroq desa ham bo'ladi. Lekin ko'pchilik shu muammo bilan qiynalishadi. Ya'ni ptoz, qovoq tushib qolishi bilan bu yosh o'tgan sari umuman ayollarning ko'pchilik problemasi. Aynan shu bo'yicha ham ozgina tushuntirib o'tsangiz, qanaqa natijalarga erishilyapti? Mana shu qovoq oldirgandan keyin ayollarimiz o'zlarini qanaqa his qilishyapti? Chunki bu o'ziga yarasha уверенность beradi, to'g'rimi? Odam o'zini ko'proq yaxshi ko'rishni boshlaydi. Shu haqida ozgina gapirib o'ting, chunki 10 daqiqa vaqtimiz qoldi. Keyin yana savollarga o'tamiz. Plastika sohasiga dekretdan oldin 12-yilda kirgandim, lekin ko'z kasalliklari shifoxonasida unaqa yoshlar kam bo'lardi. Hozir mana o'zingiz bilasiz, Ibadas klinikda ko'proq amaliyot o'tyapman. U yerda men uchun hayron qolarli holat bo'ldi. Yoshlar ko'p, yosh qizlar ko'p. Mana yaqinda misol uchun ota-ona o'z farzandligini olib kelishdi. Qizimizni chiroyli qilib qo'yish kerak. Nimagaki qizimiz adasiga o'xshaydi deb ayollar bilan chiqib keldilar. Ayollarning ko'zlari dumaloq, lekin ajinli mimический mashina ko'z atrofida ptoz ozgina mavjud edi. Operatsiya ko'rdik, tavsiyalar bo'ldi. Adalari kirib keldi. Adalarida haqiqiy ptoz, ya'ni ko'rish maydoni toraygan. Ularga ayolingizga ham, o'zingizga ham bu foyda ko'proq beradi, hatto desam. Endi bizda o'zbekchilik bilasiz, o'zbek ham avvalambor farzandim deydi.
farzandim bo'lsin, farzandimga bo'lsin, chiroyli bo'lsin, hammasi zo'r bo'lsin, baxtli bo'lsin deydi. Yo'q, bizni topgan-tutganimiz birinchi farzandimizga qilsa edi, mayli tor ko'rsam ham, yomon ko'rsam ham, rulda yursangiz ham qiyin bo'ladi. Qovog'ingiz osilib qolgan, judayam выраженный. Kimdir mana qovoqli, bodom qovoq deymiz, ko'pincha mongoloid tipga, bilasiz, bodom qovoqli ko'pchilikda bor. Yosh o'tib u mana shu jiravor paketli yanada osilib, ko'rish maydonini toraytiradi. Endi ularga meditsinskiy показания, tibbiy ko'rsatma kerak sizga desam, oxiri ota bola operatsiyaga решиться qilishdi. Ayolingizni-chi dedim, ayollari yo'q, men o'zim chiroyliman, bular hozir o'shaning uchun bular operatsiya qilish kerak. Lekin ko'p yosh o'tgan ayollar ham operatsiyadan keyin o'zligini juda baxtli his qilishar ekan. Hattoki ko'z yaxshi ko'rganda ham shu darajada odamlar baxtlilashib ketganini ko'rmagan. Ko'z jarrohligidan keyin menga shunaqangi уверенность обрести qilishga yordam berdi deb xursand bo'lib ketishadi. Ko'pchilik hattoki o'sha tibbiy показаниялigi borligini ham bilmay turib, после operatsiya juda ham xursand bo'lib ketishadi. Xudoga shukr. Qayta shunaqa paytlarda to'g'ri yo'nalishda ketayotganligimga убеждаться qilaman. Nigorani ishlarini o'zlarini stranичкалariga o'tib ko'rishinglar mumkin. Do'yi postlilar juda ham ko'p qo'yadilar, chunki inson do'yi postlini ko'rgandan keyin ko'proq ishonchi ortadi. Bu sohada ishlaringizga omad tilayman, молодец, umidsa. Men o'zim ham doim listach qilaman do'yi postlilarni. Haqiqatda umuman boshqa odam, do'y boshqa odam, postli boshqa odam. Ayrim paytlarda bu narsalar ham kerak deb hisoblayman, shaxsan o'zim ham. Ishlaringizda omad, malakalaringiz undan ham oshsin, patsientlaringiz ko'paysin. Demak, savollarga o'tamiz. Nima ko'zni qanday qilib oqartirsa bo'ladi? Meniki doim qizarib qoladi. Ko'z qizarishiga qanaqa tomchilar, nimalar? Shu to'g'risida ham gapiraylik. Ayrim insonlar, kstati, mana menda problema yo'q deyman, aldayotgan ekanman. Meni ham ko'zim inaqda juda ham toliqqanda ozgina qizarishlar, qon tomirlarini bo'rtib chiqishi kuzatilar ekan. Bitta uxlab turgandan keyin yaxshi bo'ladi. O'sha eng безопасный, eng yaxshisi uxlab turish. Vizin degan tomchini ko'pchilik tomizishga o'rgangan. Endi simptomatik ko'z qon tomirlarini toraytirish va vaqtincha effekt beradi. O'shaning uchun o'sha gapimizdan, suhbatimizdan eng boshida aytib o'tgan narsamiz, harakat qiling, rejimni to'g'irlashga. Shunda nafaqat ko'zingiz qizarishi, balki o'zingizni ham kayfiyatingiz yaxshi bo'lishiga, ko'rish fikrligingizni saqlab qolishiga, sog'lig'ingiz doim yaxshi bo'lishiga o'zingiz sababchi bo'lasiz. Tushunarli. Keladigan bo'lsak, agar u sistematik tarzda qizaraverayotgan bo'lsa, balki sizda et o'sishi mavjud bo'lishi mumkin yoki shamollash belgilari boshlanayotgan bo'lishi mumkin. Uni tekshirib, qaysi holatligiga qarab, allergiyaga qarshi ko'z tomchilari bor, misol uchun apizat degan, yoki shamollashga qarshi tomchilar, NPVS ko'z tomchilari mavjud ekanini bilish mumkin. Hali yuqorida ham so'rashgan edi, hozir pastda ham so'rashibdi. Ko'z atrofida bu oti esimdan chiqib qoldi. Xuddi xolesterinli blyashkalarga o'xshab nimalarni bo'lishicha, nima deydi bu sizlarning tilinglarda? Ksantilazma. Vot. O'sha narsalar to'g'risida so'rashgan. Ularni qanaqa usulda yo'q qilish mumkin? Operatsiya mumkinmi? Umuman, как endokrinolog aytaman, bu metabolический protsess, to'g'rimi? Ya'ni moddalar almashuv buzilishi, ko'zda namoyon bo'lishi, lekin как oftalmolog sifatida bularni qanaqa usulda yo'q qilish imkoniyati bor? Blefaroplastika. Mana shu holatda aynan blefaroplastikadan foydalaniladi. Asimetriya yuzaga kelmasligi uchun, agar ko'pincha ksantilazma ko'zni ichki qismida ko'proq bo'ladi ayollarda. Aynan ayollarda erkaklarga nisbatan ko'proq bo'ladi. O'sha chiroyli va umuman bundan xalos bo'lish uchun verxnya blefaroplastika, tepa qovoq blefaroplastika qilinadi, olib tashladi.
Rahmat Nigora. Agar Aha, fikringizni davom ettiring. Ha. agar ayol o'zgarish xohlamayman, man yosharish xohlamayman, birov tanimaydigan darajada o'zgarishini umuman xohlamayman deydigan bo'lsa, faqat o'sha blefaroplastikani klassik qovog'ini o'zi olib tashladi, yog' qatlamiga tegilmaydi. Agar yo'shi bilan birgalikda qovog'im yanada yosharishni xohlayman deyiladigan bo'lsa, unda yog' qatlamiga ham jiravot paketlarga tegib bir qismi olib tashladi. Rahmat kattakon. Qarang, juda ko'pchilik so'ragan, men oxiriga qoldirib hozir vaqtimiz chegaralangan hisobga olib, qayerda ishlaydilar, qanday borish mumkin, operatsiya qildirmoqchimiz degan savollar bo'pti. Keling, bir og'iz ish joylaringiz haqida, qayerda ishlashingiz to'g'risida ma'lumot bersangiz, keyin storiesda sizni hozir yana o'zingizni sahifangizga ham qoldiraman. Baribir ham o'zingiz bilan aytsangiz, qayerga murojaat qilishlari mumkin mutaxassis sifatida sizga? Mutaxassis ko'z shifokori sifatida Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasida Qoraqamishda oxirgi 1 oy o'tyapman. Undan keyin aspiranturaga yaqinda kirdim, imtihon topshirib, yanvardan u yoqda faoliyatimni davom ettiraman. Ilmiy izlanish glaukoma sohasida bo'lyapti. Xudo xohlasa, plastika sohasida Ibatas klinikda, Yakkasaroy tumanida. Demak, Nigorani o'zlarining lichkalariga yana direktga yozib, yana alohida qayerga murojaat qilish to'g'risida bilib olishinglar mumkin. Bularning ikkita profillari bor. Menimcha doktor Nigora, siz ko'p anaqa yoki G'aybulayevada asosiy nima ishlaysiz? Ikkalasiga podpiskadaman. Nigora G'aybulayevada ko'proq nima qiladilar. Demak, yana ronto deganni ko'p so'rashibdi. Qarang, ko'p kompyuterda ishlayman, kechki payt har kuni ronto tomizib uxlayman, zarari yo'qmi deb so'rashdi. Ronto nima? Roxta degan dori hozir televizorda ham ko'p reklama qilinyapti. Mana Taufon bor, Taufon ko'z vitaminlar aralash, tomchisi minerallar, o'shanga o'xshagan sal boshqacha, ko'zga ham namlovchi effekt, ham ozgina питательный effekt beradigan tomchi. Zarari yo'q. Men uni bir panatseya deyolmayman. Agar ko'zingizda qanaqadir bezovtalik bo'lsa, albatta oldin tekshiruvdan ham o'tish kerak bir marta. Lekin zarari yo'q. Tushunarli. Rahmat. Demak, operatsiya oxirgi savol. Operatsiya qildirguncha 18 ga to'lguncha linza taqib yursa bo'ladimi deb so'rashibdi. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Linzani agar taqolsangiz, linza bir xil odam taqolmaydi, linza markazlariga borsangiz 2-3 kun taqishni o'rgatishadi. Agar taqolsangiz, nur ustiga alanib, linza terursangiz bo'ladi. Rahmat kattakon. Nigora, mazmunli suhbatingiz uchun sizga kattakon rahmat, vaqt ajratganingiz uchun. O'ylaymanki, bu efir ko'pchilikka foyda bo'ladi. Hozir bu efirni saqlab, men yana boshqatdan IGTVga saqlab qo'yaman. Chunki hali ko'pchilik menga yozdi, saqlab qo'ying, mehmonlarimiz bor, mehmonlarimizdan keyin ko'ramiz deb, ko'pchilikka foyda bo'ladi. Siz bilan hali yanada qiziqarli efirlar o'tkazishga harakat qilamiz. Biz ham kuzatayotgan doktor Ilyasov Shodil akamiz 2 haftalardan keyin siz bilan diabetik oftalmopatiya bo'yicha ham efir qilamiz degan umiddaman. Demak, sog' salomat bo'ling. Nigora, vaqtingiz uchun rahmat, ajratganingiz uchun. Sahrangiz qilib qo'yaman, xavotir olmanglar. Xayr, salomat bo'linglar.